Assalomu alaykum. Mana videoda doktor Mahmud al-Misri deb aytiladi mana kisiga, mana g'alimga. Mahmud al-Misri Egipt azamati. O'z kisi mana yerda o'zining kanali bor. Saboqlar aytadi. Mana videoda qiyomatga baylanıştı bir taqrib aytib жатыр. Соны qisqacha audarib berem. Mаңызды deb o'ylayman. Qiyomat bo'lmay turib belgilari bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib ketgan so belgilerin ulkan belgilari bor. Bu eng so'ngda chiqadi, qiyomatga yaqin zamonda chiqadi. 10 belgileri, ulkan belgiler deb aytiladi. Odan keyin qiyomat qayim bo'ladi. 10 belgi, ulkan belgiler. Odan keyin onun aldında 100'ge yaqin немесе 100'den de kichkina mumkin ko'proq kishi belgileri var. Bu kishi belgilerinin 80'den astami bo'lgan deydi. Endi bir 14, 13, 15 şaxta, 15 degan yo'q, 14, 13 kishi belgileri qaldi deydi. Bu qalgan belgilerden, kishi belgilerden kibriyo'lari ulkan 10 belgilerin ishinde arasında bo'ladi deydi. Kibriyo'lari ulkan belgilerden burun bo'ladi deydi. Qalgan 14, 13. Sol qalgan 14, 13'tün ulkan belgilerden burun bo'latın en mаңызды 3 belgi var deydi, kishi belgilerden. Son birinchisi İmam Mahdi'nin шығуы. İmam Mahdi шығады. Ikincisi Şam yeri degenimiz, onun içine Suriye kiredi, Yordaniya kiredi, Falastin kiredi, Türkiye'nin oңтүстігі kiredi. Bunun bәріне Şam deydi. Осы Şam yerinde Hermegeddon deйтін bir ulkan soğus болады. Müslümanlar benim Hristiyanlar. Ulkan soğus, Hristiyanların sanı 960 min dedi. Qatelespesem 960 min. Ulkan soğus bo'ladi. Bu ikinci kishi belgilerden. Odan keyin üçüncü belgi Konstantiniya, Konstantinopol, İstanbul. Yani hadiste negizinde İstanbul deb aytilmaydi. Al-Konstantiniya deb aytiladi. Konstantinopol deydi oruslar. Осы қаланың жаулап алуы, соғыссыз жаулап алынады. Енді бұл Konstantinopol degenimiz ulameler, galimler, men biraz galimler tığınağanımda осы İstanbul қаласы deydi. Осы İstanbul қаласы soğussuz Müslümanlar жаулап алады deydi. Бірақ bir alimde tığınadım, o kişi aytadı, ol mana İstanbul emas deydi. Өйткені екі қала tarixte, iki qala Konstantinopol deb atalgan deydi. Birovi o'sha İstanbul bo'lsa, ikincisi Roma deydi. Qiyomatga yaqin javob oladigan qala ol Roma deydi. Endi Allohu alam qaysisi? Men endi alimlarning aytgan so'zlarini aytib o'tirman. Şimdi bu 3 belgi bo'lgandan keyin, odan keyin qalgan ana 10 ulkan belgiler bo'ladi deydi. 10 ulkan belgiler birinchi bastağından ikincisi, üçüncüsü şu kezegi menim arası yaqin deydi. Arası yaqin birden kep qaladi bir-birinden keyin. İşte bu 10 belgi, ulkan belgiler bo'lgandan keyin odan keyin qiyomat qayim bo'ladi deydi. Mana videoda qisqacha osini aytib жатыр. Allahu a'lam. Allah biluvchi.